Bobur aka, ko'pchilik neoklassikani faqat Xitoydan mebel olib kelib sotadi deb o'ylashar ekan. Ko'ryapman, hozir mana sexga olib keldingiz, menimcha bizani. Shunaqa aka. Bu sexga neoklassikaga nima aloqasi bor? Hop, shaxs aka, bu bizani ishlab chiqarish seximiz bo'ladi. 12 yildan beri shu faoliyat yuritib kelyapti. Bizani oilaviy biznes hisoblanadi. Bizga mebelni ilk qadamni shu yerdan boshlaganmiz. Hop, bu seximizda displey ko'rinishidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni sizga bitta ko'rsatib o'tmoqchi edim. Nimalar ishlab chiqarishni ham bitta ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatib o'taman. Hop, Shahzod aka, bu bizani mahalliy mebel ishlab chiqargan seximiz. Bu sexda biz eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlaganmiz. Hop, seximizning umumiy maydoni 1,5 ming kvadrat hisoblanadi. Ancha katta ekan, lekin. Shunaqa aka. Bu bizani duxpilning aramiz. Bu yerda biz LDSP, LMD mahsulotlarni qo'yib, razmeriga to'g'irlab kesib olamiz. Hop, ikkinchi etapimiz bu mahsulotlarga krom ko'rish etapi hisoblanadi. Hop, kromkada mana shu mahsulot kromkadan chiqqan, ko'rsangiz bo'ladi. Bu nima qiladi? PVX kromkalarni yopishtirib, o'tkir qirrlarni yo'q qiladi. Ko'rsangiz bo'ladi mahsulotni. Uchinchi etapimizda bizda presetka apparat hisoblanadi. Presetka bu mahsulotlarni yon qismlarini teshib, o'sha samarezli Eurovintlar qotiriladigan joylarni ochib beradi. Bu Euro standartga javob beradigan darajada qilingan hammasi. Hop, bizda 4-etap o'sha sborka etapi hisoblanadi. Bu yerda mahsulotlar tayyor holga yig'ilib, isitishga o'ralib, skatimizga qarab chiqib ketadi. Demak, neoklassika katta ob'yomdagi любой zakazlarga tayyor. Ya'niki, davlat zakazlari, katta zdaniyalar, maktab, bog'cha, unaqa ofisni, kuxnya любой turdagini o'zimizda ishlab chiqarib bera olasizlar. Da, aka, biz shu paytgacha davlat tashkilotlarining ancha-muncha katta zakazlarni qilganmiz, tenderlarda qatnashganmiz. Bundan keyin ham hamkorlikka tayyormiz. Bemalol bizga zakazligini ishonib topshirsa bo'ladi.